Angliya tarixida, Britaniya tarixida eng uzoq muddat davlatni boshqargan, ya'ni Angliya monarxlari orasida eng uzoq boshqargan va ayol boshqaruvchilar, ya'ni femalelar orasida ham eng uzoq muddat davom etgani qirolicha Elizabet II. Sentyabrda 4 yil bo'lar ekan o'lganlariga. 2022-yil 8 sentyabrda vafot etgan ekanlar. Hech kim, ya'ni hozir men aytmagunimcha hayolingizga uchga ham kelmagan edi. Yoki o'zimiz birinchi prezidentimizni ham eslaydigan bo'lsak, davlatimizni mustaqil qilib shu darajaga kelishiga shu boshlang'ich poydevorlarni qo'yib berib ketdilar-da. Qanchalik u odam haqida o'ylaysiz, eslaysiz? Yosh boyagi reelslarda nimadir chiqib qolishidan tashqarida. Deyarli hech qachon. Ya'ni biz qanchalik muhim deb o'ylamaylik o'sha odamlarni. Butun monarx, butun davlat, nechtadir 4 ta davlatni birlashtirgan katta shu Angliya qirolligini oladigan bo'lsak, UK ni, shuna qirolichasi ham 4 yil oldin o'ldi-da. 4 yil botdi. Va bu haqida deyarli hech kim o'ylayotgani yo'q. Yo'q. Ya'ni biz odatda o'zimiz nimadir ish qilmoqchi bo'lsak, boshlamoqchi bo'lsak, nima bo'lar ekan, odamlar nimadir ekan degan shu boy qo'rquvimiz bor. Bundan oldin videoda gaplashgan edik, ozroq aytib o'tgan edim. Va mana shu qo'rquv yengish haqida bugun men Alex Hormozidan o'rgangan eng katta darsim bo'lsa kerak shu. Shuni bo'lishmoqchiman. Zo'r gap bor, haqiqatan o'ylab ko'rsak, 100% true. 3 ta avlodda siz hech kim eslamaydi. 3 ta avlod o'tadi. Siz bolangiz bolalari, 3 ta avlod уже bo'ldi. Siz hech kim bu dunyoda shu odam bor edi deb xayoliga ham keltirmasligi mumkin. Va bu haqiqatda, ya'ni kim mana siz o'zingizni yoki qaysidir odamni 3 ta avlod ya'ni undan ajdodlaridan 3 ta tepasini bundoq eslab, mana palonchi pistonchi deb eslanadigan odamlar juda ham kamda. Ya'ni eslanadi deganim hammamda o'ylab gapirib yuradiganda, o'sha boyagi nimadir payt kelib qoladi, nimadir qilgan ishi boshqa narsasi uchun eslanadi. Mana shunaqa odam o'tgan yoki mana shunaqa bo'lgan edi deb eslanishi mumkin. Lekin nima deydi, mana shu odam bo'lgan edi, mana shunaqa qilib ko'rgan edi, mana shunaqa loyiha boshlaganda o'xshamaganda hech kim gapirmaydi-ku. Ya'ni mana shu narsani aytganda men haqiqatan siz hech kim eslamaydi baribir. Ya'ni biz odamlar ham bunaqa deb o'ylasachi deymiz, o'zi biz haqimizda o'ylayaptimi ular? Ular ham o'zi hayoti bilan bandda, ular ham o'zining hayotini yashab yuribdi. Ya'ni o'zi o'ylayotgani yo'q biz haqimizda. Biz o'ylasachi men haqimda nima deb o'ylar ekan, bunaqadirmikan? Yo'q, ular o'zlarining hayoti bilan band. Va yana biz o'zimiz xohlagan narsani boshlashdan, o'zimiz xohlagan ishni qilishdan to'sadigan narsalardan ham bittasi, biz tabiatan boshqalarga yoqishga harakat qilamiz. Ya'ni it's natural day, bor shu yoqishga harakat qilamiz. Va ularni ko'z oldida biz failure, muvaffaqiyatsiz bo'ldi, endi bu o'xshamadi buniki deb ko'rinib qolishni xohlamaymiz jamiyatda. O'ylab qarasaylik ekan, mana oddiy misol, mana kim taniydi meni? Tanisa, mana shu ishxonadagi ishlayotgan joyimda 3-4 ta, 30-40 ta odam, bor endi 70 ta odam. Hamma tanisada, endi bu ko'pchilik tanimaydi ham. Nechtadir o'quvchim, men dars bergan o'quvchilar, men oldin dars bergan o'quvchilardir balki. Undan oldin o'quv markazida ishlagan bo'lsa, o'sha o'quv markazidagilar, ustozlarim, nechtadir bo'ldi, shu maktabda birga o'qigan o'quvchilar-da, sinfdoshlarim. Ko'p emas. Ya'ni 1000 ta yo'q, 100 ta chiqar borsa-da, nari borsa. Va biz o'ylaymizki, men muvaffaqiyatli nimadir qilmoqchiman, mana shu narsani qilib o'xshamay qolsa hamma gapiradi, ya'ni butun dunyo gapiradi, butun dunyo oldida men sharmanda bo'laman,
butun dunyoga failuredek ko'rinib qolaman deb o'ylaymiz. Aslida kim ko'radi? Ya'ni o'xshamadi. Butun dunyo yo'q. Mana shu siz biladigan 3-4 ta yoki mana shu small group deydi. Kichkina anaqangiz biladi xolos bo'ldi. Ozgina odamlar. Bo'lsa ham, ya'ni fail bo'lsa ham de, xo'p bildi, nima qilibdi? Ya'ni nimadir loyihaga o'xshamadi. Loyihalarning nechtasi o'xshamaydi? Ya'ni o'zi by default o'xshamasligi kerak o'zi. Ya'ni o'xshab ketishi ehtimoli kam. Risk qilib ko'rasiz, o'xshab qolsa zo'r. O'xshamasligi mumkin. Birinchi qilganingiz, keyin boshqa qilib ko'rasiz, yana boshqa qilib ko'rasiz. Ketaveradi. Va shu bitta zo'r iqtibosi bor. It sucks not to be liked. But it sucks more not to be yourself. Haqiqatan siz kimdirlar nimadir ish qilganingiz uchun siz yoqtirmasa, siz hate qilsa, nimadir yozsa, kommentariy yozsa, yaxshi emas, yaxshi bo'lmabdi desa to'g'ri, yoqmaydi. Ya'ni odamni egosiga ta'sir qiladi, yoqmaydi haqiqatan. Lekin undan ham battari siz o'zingiz bo'lmasligingiz-ku. Ya'ni o'zimiz xohlagan ishni qilmayapmiz-da, endi mana shu odamlar gapirmasin. Qo'y, mana shu unaqa deydi-da, men kommentariy qilib qolish mumkin. Yaxshi chiqib qolsa parod bo'laman-da deymiz. Bu parod bo'lgandan ko'ra biz o'zimiz xohlayotgan ishni qilmayotganimiz ayonchliroq emasmi? Degan narsa va wow bo'lganman birinchi eshitgan paytim. Kelib o'ylab ko'ramiz. O'zi qanchalik, ya'ni biz qanchalik ahamiyatga egamiz o'zi. Ya'ni nimadir ish qilmoqchimiz, lekin o'sha odamlar nima deydi deb qilmayapmiz. O'sha biz odamlar nima deb o'ylayotgan odamlar o'z haqimizda o'ylamayapti ham, okey. O'ylasachi deyapmiz, okey, o'yladi ham. Bir kun o'lamiz. Bir kun vaqt soati kelganda bu dunyoni tark etamiz-da. Va o'ylab qarasak, nima bo'ladi o'zi? O'z yaqinlaringizdan agar kimdir o'tgan bo'lsa, eslasangiz nimalar bo'lgan o'lganlaridan keyin, vafot etganlaridan keyin nima bo'lgan o'zi? Janozasiga odamlar keladi, to'g'rimi? Kimdirlar kela olmaydi ham. Nimadir ish chiqib qolgan bo'ladi, boshqa kela olmaydi. Kelganlari ham keladi, anaqadan keyin, fotihadan keyin bo'ldi. Nimadirlar gaplashib, boshqa o'zlarining ishi bilan ketadi. O'zini yaqinlari, o'sha odamning yaqin insonlari qoladi, 3 kun aza boshqa. Ya'ni bu ularga qiyin emas, endi ular ham unutib yoradi, bo'ldi, hech narsa emas demoqchi emasman. O'zini yaqin odamlari, oila a'zolari, baribir o'sha poyiga bo'ladi, ichida his o'tadi, har doim eslaydi, boshqa qanaqadir bo'shliq. Lekin baribir ham hamma shu o'zini hayoti bilan davom etadi-da. Ya'ni bu hayot qonuni. Bitta odam o'ladi, ya'ni shu odam o'ldi deb eslab yurmaysiz-da, baribir o'zingiz hayot bilan davom etasiz. Men buni prosta videodan ko'rib olib, teoriyadan aytmayapman, nazariyadan. O'tgan yozda, iyulda opoqim, bobom vafot etdilar. Men hayotimda mana shu joygacha agar qat'aga kelgan bo'lsam, nimadirga erishgan bo'lsam, qanaqadir harakatlarim deyarli hammasiga sababchi bo'lgan inson. Men ota-onam menga ishonmasdan yoki pul bermasdan, qo'y nima qilasan degan paytda kerak bo'lsa pensiyalaridan to'lab, moliyaviy qo'llab-quvvatlab har doim meni support qilgan, podдержка qilgan opoqim bo'ladilar-da. Vafot etganlarida ancha anaqa bo'lganman. Ya'ni shok ham bo'lasiz-ku. Va nima bo'ldi undan keyin desa, qanchadir muddat shu poyaga eslab, ular aytgan gaplarni eslab, nimalar qilganini eslab
eslanadi, eslaganman. Qayerdir hayot shu aytganimdek nimadir yo'q hayotingizda. Men har doim Toshkentga kelgan bo'lsam, Toshkentga har doim telefon qilib, o'zim qilmasam, nima qilmayapsan, nima bo'ldi, sog'lig'ing yaxshimi, shu sog'lig'ingni bilsam bo'ldi, bir og'iz boqa yaxshiman, telefon qilib qo'ysang bo'ldi deb turadigan odam yo'q endi. Va men ham, boshqalar, hatto buvim ham, ya'ni hamma everybody moved on. Hamma o'zining hayoti bilan davom etyapti baribir. Men ham o'zim ishimda yuribman ishlab, hamma dadam ham, amakimlar ham, hamma, ya'ni hamma o'zining hayoti bilan baribir yashab yuribdi. Unutib yubordi demoqchi emasman. Lekin baribir hamma o'zining hayoti bilan davom etar ekan. Va biz mana shu narsani tushunishimiz, mana shu ssenariy mana. Men bir kun o'laman. Janozamga kimdirlar keladi, kimdirlar kelmaydi, kela olmaydi, kelganlar keladi, o'sha ketadi. 3 kun aza u yoq o'zi meni qabrga qo'yishgandan keyin oxirgi odam 7 qadam yurgandan keyin bo'ldi. O'sha u yog'ini eshitmayman ham bo'ldi. Ya'ni uzilaman butun dunyodan. Va agar men qilmoqchi bo'layotgan ishlar, men boshlamoqchi bo'layotgan ishlar meni oxiratimga zarari bo'lmasa, shu men o'lganimdan keyingi hayotimni qiyinlashtirmasa, savol javobimni qiyinlashtirmasa, nimaga qilmas, nima to'satdi meni? Ya'ni harom ish emas, nimadir yomon narsa emas, nimadir foydali deb o'ylagan loyiha qilmoqchiman, nimadir narsa boshlamoqchiman, nimadir qilib ko'rmoqchiman. Qilib ko'rmayapman. Shu boyaga odamlar nima derkan, nima bo'lar ekan, o'xsharmikan? Mana shu qo'rquv noaniqlikdan kelib turibdi-da, ya'ni bilmayman, bo'lish mumkin. Ya'ni u ham bo'lish mumkin-da. Mana shuni qanaqa yengamiz desa, Alex aytadi, o'sha uni soyadan bunday olib chiqish kerak-da, to'qlashish kerak, konfront qilish kerak. Shumi deyapti mana. Xo'p, men YouTube'ga nechtadir kontent qo'ydim, hech kim ko'rmadi. And what? Xo'p, nima bo'ldi? Nimadir podkast qildim, 8 tagina odam ko'rdi. Xo'p, nima bo'ldi? Nimadir qildim, yaxshi qilmaganman, yaxshi gapira olmaganman, nimadir xatolar qilganman. Tanishlarim yoki men bilgan 3-4 ta odam menga kelib shunaqa deb aytayapti. Zo'r-ku, feedback. Qanaqa men qattan birinchi videoyimda zo'r qilib, hamma cho'tki qilib kontent olishim mumkin. Iloji yo'q. Men mana shu feedbacklardan kimdir aytadi, shunda o'rganaman. Nimadir video qo'yish, kimdir yomon kommentariy yozib, hate qilsachi. Keling tushunib olaylik, hate qayerdan keladi? Ya'ni o'sha haterlar, o'sha boyagi negativchilar deydi-yu, yozadiganlar kimlar o'zi ular? Ko'plari anonim, ular nom ismini ham qo'ymaydi, ism familiyasi ham yo'q. Unaqa akkauntga kirsangiz rasmi ishlasasi yo'q. Trollar ular. Ular nimaga ism familiyasi bilan qo'yib shaxsiy bo'lib yozmayapti haytini? Ularda ham chunki boshqalarga yoqishga harakat qilish bor, jamiyatda o'zini o'rnini yo'qotib qo'ymaslik degan his ularni ushlab turadi shu narsadan. Xuddi o'g'ri shu jamiyatda obro'yim yo'qotib qo'ymay yoki meni kimdir o'g'irligini bilib qolsa yomon bo'ladi turib, kech payt o'g'irlikka tushgan deydi. Ya'ni hammamizda bor bu narsa. Eng qizig'i o'sha boya kommentariyalardan kelayotgan hate yoki boshqa odamlar aytadigan hate o'zi ko'pincha u pastdan keladi. Ya'ni siz darajangizda bo'lmaydi o'zi ular. Ya'ni o'zini hayoti uncha yaxshi emas yoki boshqa nimadirlar, o'zi bekorchi deylik, qo'pol qilib aytganda bekorchi odamlar yozadi, hate-ni, shunga yozishga vaqti bor. Va tortishadi ham, bir-biri bilan kommentariy urushib ketadigan odamlar bor. Bitta komment yozadi, unga javob reply bo'lgan nechtadir xabar bo'lib ketgan. Bunda qarab o'ylaysiz, shu odamlar boshqa ish yo'qmi ekan deb-da. Va boshqa ishi yo'q. Yoki bor bo'lsa ham qilmayapti, shunda o'tiribdi o'rniga. Demak, ular o'zi shunday ham yaxshi odamlar emas yoki muvaffaqiyatli odam emas. Ya'ni nima qilasiz ularning gapini eshitib. Va shu joyda ham Alex bitta aytgan gap bor edi. Xo'p, men qatdan bilaman, balki bu foydali kommentariyadir. Ya'ni bu yaxshi feedbackdir. Nimadir kontent qo'ydingiz, nimadir yaxshi feedback. Ya'ni qatdan ajrata olamiz bu bizga kelayotgan feedbacklarni
konstruktiv feedbackmi, ya'ni men haqiqatdan buni ustida olib ishlashim kerakmi yo просто ignor qilaveringga gapiraveradi deb bo'ladi. Ignor qilishim kerak. Qayerdan bilaman desa, birinchisi mani yaxshiroq qilishimda shu ishimni uni foydasi bormi? Ya'ni u odamga men shu ishimni yaxshiroq qilishim u odamga foyda olib keladimi? Ya masalan nimaga aytayapti? U foydasi zarari yo'q bo'lsa, prosta aytayotgan bo'ladida. Ya'ni bu yoqda insentivlar bir-biriga mutanosibmi, ya'ni mosmi deydi-yu. Ya'ni uni ham insentivi bormi? Unda ham uni ham rag'bati bormi? Meni yaxshilanishimda. Men nimadir yaxshilansam, mana shu kontentni yaxshiroq qiladigan bo'lsam yoki nimadir o'zimda qaysidir joyida kamchilik ko'rdimanda va shu kamchilikni yozib aytyapti. Mana shu kamchilikni yo'qotadigan bo'lsam, unga ham foydami? Ya'ni mendan haqiqatan o'rganmoqchiman keyinchalik ham yoki prosta endi xolis aytib qo'yib, menimcha haqiqatan shunaqa qilgan yaxshi ekan deb aytib qo'yaptimi? Ya'ni nima rag'bati bor, nima insentivi bor u odamni menga mana shu feedbackni yozishdan. Birinchisi, bunaqa emasmi deb men ignor qilish kerak. Men bunaqa Instagramda va boshqa qanaqada video qilib bir boshlagan orada o'chirib yubordim. O'sha paytda o'zi ko'p boshlagan paytda o'zi ko'pchilik atrofingizda yaxshi odamlar bo'lsa, siz boshlaganingizda xursand bo'ladi-da, u yozadi, "O, davay, zo'r." Ko'rmasa ham like bosib qo'yadi-yu, tanishlaringiz. Zo'r-da, ya'ni sizga sal anaqa bo'lib turadi, o'zi anaqa, "O, ko'rayotgan ekan" deb. O'shanda oyim aytdilar, oyim bunaqa yozgan. Men bunaqa pushti futbolka dedim. Ne unaqa pushti futbolkada qilasam, boshqa kiyib chiqsa, boshqasini kiyib video yotsam bo'lmaydi, boshqada. O'shanaqa zominga yugurgani borganda berishgan edi marafonda. Qulayligi uchun anaqa kiyib anaqada olgan edim-da. Xolos mana oyim insentivi bormi meni yaxshilanishimdan? Bor. To'g'rimi? Farzandim ko'radi, boshqalar ko'rsa, o'g'lingiz ekan deb gapirish mumkin, boshqa. Xolos, meni yaxshiroq ko'rinishim yoki yaxshiroq bo'lishim ular uchun kerak. Va o'shaning uchun ham ularning gapini eshitib bo'ldi oyijon, xo'p. Endi unaqa bo'lmasa deb ignor qilamiz. Ikkinchisi, agar bu qanaqadir soha yoki nimadirga oid narsa bo'lsa va bu foydasiz yoki nimadir yaxshi emas deyotgan bo'lsa, o'sha aytayotgan odam o'sha sohada o'zi ekspertmi yoki hech yo'q competence deydi. Ya'ni o'zi nimadir qo'yganmi o'zi ham shu sohada-da, ya'ni o'zi ham qaysidir darajadami? O'shaning uchunmi? O'shaning uchun aytayaptimi? Ya'ni bilgani uchun gapiryaptimi yo prosta bilmaydi o'zi? Ya'ni masalan, aytaylik, men bitta video ko'rdim, u yoqda issiqxonani, parnikni qanaqa qilib kam xarajat bilan ham isitsa bo'ladi yoki qanaqa qilib shu ichidagi mevalarni hosildorligini oshirsa bo'ladi o'sha yerda ichidagilar, pomidor, bodringlar degan videoda men aytaman, u g'ashi qimmat, undan ko'ra bunaqa qilish nimadir deyapman. Men bilmayman. Ya'ni xabarim yo'q. Prosta endi o'tirib trollik qilib, bo'lmabdi yoki undan ko'ra mana bunaqa qilsachi degan nimadir o'sha paytda ko'rdimda, hayolimga kelib qolgan narsani yozaman. Shunaqami yozilayotgan feedbacklar yoki haqiqatdan o'zini shu yozgan odamni olishga kirsangiz, shu o'tsangiz o'zini sahifasiga, akkauntiga o'zi ham nimadir videolar qo'ygan yoki o'zini haqiqatdan nimadir kompetentligini ko'rsatgan nimadir bo'lsa, yoki o'sha odamni tanisangiz, demak undan olish kerak. Haqiqatdan bu biladi, bilgani uchun aytayapti. Men masalan English teachingga oid nimadir kontent qo'ysam va English teaching aloqasi yo'q bo'lgan yoki qachondir o'qituvchi bo'lib, undan keyin men o'qituvchi bo'lmasdan yurgan yoki bilmayman, umuman anaqa o'qituvchidan xabari yo'q odam, undan ko'ra bunaqada, bunaqa qilsinchi, shunaqa bo'lib ketdi o'zi, ta'lim hamma shularni qo'liga nimadir deydigan bo'lsa, bilmayman endi nima desa, bu odam qanaqasi menga kerak emasmi? Kommentariyasi. Feedback kerak emasmi? Nima qilaman odamga? Lekin o'zi o'qituvchi, mendan yuqori ham kompetensi bor, ham qaysidir boshqa xususiy maktabda ishlaydi, universitetda professor. Mana shu odam yozsa, men buni sal xato aytib qo'yibsiz yoki men buni ham hisobga olib qo'yish kerak deydigan bo'lsa, u kommentariya zo'r, u feedback kerak. Uni olish kerak. Lekin muammo nimada? Aytdik-ku, hate pastdan keladi. Ya'ni pastdagi odamlar yozadi. Siz darajangizdagi odamlar yoki sizdan baland odamlar, ularning vaqti yo'q. Ular o'zi shundoq ham o'zini rivojlantirish bilan, o'zini o'stirish bilan band. Yoki qachon oxirgi marta ko'rdingiz Aziz Rahimov qaysidir videoga izoh yozib nimadir qilgan? Qaysidir masalada. Yoki
bilmadim, kim bor ekspert shu bunaqa odamlar birinchidan balki ko'rmas, unaqa boshlang'ich mana shunaqa videolarni ko'pini ko'rmaydi, vaqti yo'q, tanlab o'sha boyagi ko'rsa o'sha world level qanaqadir boshqa ingliz tilidagi kontentlarni, o'sha yaxshi kontentlarni ko'rish mumkin. Va izoh ko'rsa ham izoh yozib o'tirmaydi-da. Ya'ni nima qiladi u izoh yozib qo'yib? Demak, insentiv yo'q-da, u odam menga masalan kimdir qaysidir professor universitetdagi undan ko'ra mana bu haqida gapir yoki men buni noto'g'ri aytibsan. Agar shu soha uniki bo'lsa va mana shu soha haqida qayg'ursa, haqiqatdan ham shunaqa noto'g'ri ma'lumotlar tarqab ketmasin deb aytib qo'yayotgan bo'lsa mayli. Lekin boshqa anaqa yo'q-ku, unda insentivi yo'q-ku meni to'g'rilashga. Yoki prosta band u odam ko'rgani yo'q. Katta ehtimol ko'rmagan, unaqa izoh ham yozmaydi. Mana shu. Demak, siz bizga hate keladigan bo'lsa ham, katta ehtimol u pastdagilardan keladi. O'zi hech narsa qilmay yurgan, hayoti rasvo, ya'ni birorta nimadir ish bilan shug'ullanmaydigan, bekorchi, g'irt bekorchi odamlardan keladi. O'shaning uchun ularga parvo qilish kerak emas. Yaxshi kommentariya kelib qolsa, bu unaqa berilib bu zo'r bo'lib ketibman deyish ham kerak emas. Shu boyagi siz agar birorta kontent boshlashdan yoki nimadir qilayotgan ish, nimadir qilmoqchi bo'lgan ishingizni boshlashdan sizni mana shu endi kimdir mana qisqacha qo'y degan narsa to'sayotgan bo'lsa, buni gaplashdik mana. U odamlar hate qilsa, sizga umuman anaqasi yo'q. Ya'ni sizni hate qilishmayapti ular. Birinchidan sizni kontentingizni hate qilishyapti. O'zingiz bilan qilayotgan kontentingizni orasini sal masofani ushlab turing boshlanishiga. Ya'ni mana shunaqa qilma. Ya'ni mani hate qilmayapti odam. Nimadir dislike bosgan bo'lsa, nimadir qilgan bo'lsa, yo'q, men emas, mana shu kontentim. De? Chunki biz o'zi kimgadir tanbeh bersak yoki nimadir so'kadigan bo'lsak, odamni nimadir qilgan ishiga so'kamiz-da. U odam mana qilgan, endi biz ko'pincha shaxsiylashtirib yuboramiz-da, nimagadir bilmadim, o'zbeklar shunaqami? Shaxsiylashtirib yuboramiz-da, yo'q, sen mana shunaqa ekansan deb yuboramiz. Yo'q, unaqa emas, u mana shu vaziyatda shunaqa. Mana shu vaziyatda mana shu noto'g'ri ish qilib qo'ydi. De, o'zi unaqa odam bo'lmasligi mumkin. Ya'ni biz odam bilan qilayotgan ishini o'zi ajratib olishimiz kerak va o'zimiz uchun. Biz qilayotgan kontent, biz qilayotgan narsa bu mana shu narsa. Ya'ni kimdir nimadir baho bersa, yaxshi, boshqa nimadir yomon, nimadir desa ham, bu mana shunga baho beryapti. Menga baho berayotgani yo'q. Mana shunga baho beryapti. Va shunda ham balki feedback olish osonroq bo'ladi, chunki nimadir mana bu narsa yomon bo'lib desa, meni yomonlayapti bu deb ignor qilib olmaymiz-da. Meni emas, mana shu video ham, mana shu video, mana shu joyini yoqmabdi u odamga. Balki haqiqatan o'ylab ko'rasiz, o'sha boyagi kriteriya bo'yicha to'g'rilab, balki haqiqatan to'g'rilash kerakdir. Emasam, bo'pti, rahmat. Vaqtingizni sarflab izoh yozganingiz uchun deysizda, yozib o'tirmaysiz. Shu narsa, ya'ni men Alex Hormozdan o'rgangan eng katta darsim mana shu. Va mana shu videolarni boshlashimga ham o'sha boyagi teaching o'zi alohida kanal ochganmiz. Teachingda unga ham va mana shunga ham sabab bo'lgan eng katta mana miyamni ochgan dars shu. Ya'ni baribir o'lib ketamiz. O'limdan qochib qutula olmaymiz. Va eng qiziq, o'lib ketganimizdan keyin bizlarni hech kim eslamaydi. Va boshqa odamlar biz haqimizda nima deb o'ylayotgan va ular o'ylashmayapti biz haqimizda. Va u boshqa odamlar u butun dunyo emas. Ya'ni siz mana shunaqa bo'lsa hamma mani yo'q, hamma emas. Siz bilgan 3-4 ta odam. Va o'zi bu bizga anaqa berish kerak. Ya'ni davay qilamiz deyish kerak, chunki o'zi bizni hech kim tanimaydi. Meni tanisa, shu aytdim boya, shuncha odam tanir. Bo'ldi, o'zi hech kim tanimaydi. Men bodo o'xshamay qolsa ham bo'ldi, shu odamlarning ko'zida, mana shu boshlovdi bir payt YouTube boshlab yuruvdi. O'xshabdi, yo'qolib ketdi-yu, yo'q mana. Va eng qizig'i, qanchadan qancha YouTube naqalar bor, YouTube kanallar bor yoki Telegramda ham balki blog nimadirlar bor-da, ancha bo'lgan post qo'ymay qo'ygan, ancha bo'lgan yozmay qo'ygan. Balki o'lib ketgandir shu odamlar. Ya'ni haqiqatan bo'ldi, u ortiq bu dunyoda emas. Ya'ni u qo'ymayapti degani endi bo'ldi, o'xshabdi, endi video qo'yibdi, qo'ymayapti.
vafot etgandir. O'lgani uchun qo'ymayotgandir-da. Ya'ni qanchadir emaillar bor yoki xabarlar bor, javob berilmagan. Opaqam aytib berdim. Telegramlar hozir amakim ishlatadi telefonlarini. Qanchadan odamlar yozganda. Eng qizig'i, balki qo'yib ketarmiz pastda. Meni opaqim, dodam YouTube kanallari bo'lgan. 4 yilda eslolmayman hozir anaqasini, ko'p edi lekin 4 yilda adashmasam nechtayamdir video qo'yib tashlaganda. Hisoblab ko'rdim. Kuniga deyarli bittadan videoga to'g'ri kelyapti. Ya'ni o'sha boshlagan birinchi videolarimni yuklab, o'zim aniq qaralashib borgan edim. Shu boyga birinchi videolarimni yuklab va o'sha oxirgi marta yuklagan paytlarini olsak, muddatini kuniga bitta videodan to'g'ri kelyapti. Har kuniga. Undan ham ko'proq bo'lishi kerak. 1300 ta ekan. 1300 ta video 4 yil ichida qo'yganlar. Va 4820 ta podpischik kelgan ekanlar. Endi u qanaqa video? Endi o'sha boyagi mahallamizda o'zi qishlog'imizda eventlar bo'lib qolsa, tadbirlar bo'lsa, kimdir umradan kelsa, hajdan kelsa, boshqa yoki to'y marosim, boshqa nimadir yangi yillar bo'lib qolsa, shu o'zlari videoga olib borib gaplashib, shunaqalarni olib qo'yib qo'yaverardilar. Shu 1300 ta bo'lgan ekan shu videolar. Va opaqim 72 yoshlarda vafot etgan bo'lsalar, shu 4 yil olsak 68 yil. 68 yillik hayotlari va mana shu 4 yillik. Eng qizig'i, bundan keyingi mana biz nevaralar, bizdan kichiklar ham va undan keyingi opaqim avlodlari, bizning farzand, masalan meni bolam, bizning nevaralarimiz ham opaqimni mana shu 4 yilligini ko'risha oladi. Ya'ni mana shu 4 yil hayotlarini, mana shu 4 yil davomida qo'ygan videolaridan shu opaqim qanaqa odam bo'lganliklarini va qanaqa ishlar qilganini bila oladi. Ya'ni o'sha qo'yganda, o'sha gapirgan, boshqa qanaqa qilgan yoki qaysidir to'yda she'r o'qib bergan bo'lishlari mumkin. Mana shular, ya'ni u men opaqim haqida anaqaga ega bo'ladi, tasavvurga ega bo'la oladi mana shu videolarni ko'rib. Oxirgi 4 yillik. Tasavvur qiling, mana shu video, ya'ni men boshlayotgan blog, mana shuni umrim oxirigacha davom ettiradigan bo'lsam yoki siz hozir boshlab umringiz oxirigacha davom ettiradigan bo'lsangiz, sizdan keyingi farzandlaringiz yoki nevaralaringiz boshqalar sizdan qanchalik narsa o'rgana oladi. Chunki endi opaqim tanlagan yo'nalish boshqa, to'g'ri, nimadir o'rgatmayaptilar. Lekin tasavvur qiling, agar o'rgatgan bo'lganlarida qancha ko'p narsa bo'lgan bo'lardi. Ya'ni mana shu taraf, mana shularni o'ylab ham agar boshlamasak bilmadim. Ya'ni mayli boshqa odamlarni qo'ying. Ya'ni o'zingiz uchun, ya'ni o'zingizning farzandlaringiz uchun, o'zingizning nevaralaringiz uchun, o'zingizning avlodlaringiz uchun ularning dodalari, ularning opoqlari qanaqa inson bo'lganini yoki qanaqa bosqichlardan o'tib, agar qanchadir muvaffaqiyatga erishadigan bo'lsangiz, keyinchalik qanaqa erishganingiz, ya'ni har doim ham siz bittada muvaffaqiyatli bo'lib qolmaysiz, qiynalganingiz, nimadir darslar o'rganganingiz, qachondir mana shu narsani ham bilmaganingizni keyinchalik o'zingizga ham yaxshi, ular ham ko'radi va o'ylashimcha mana shu eng katta internet yoki mana shu social platform YouTube bizga berayotgan imkoniyat bo'lsa kerak. Chunki men xohlardim opaqimni yoki dadamni ham mana shunaqa o'rgangan darslari bo'lsa, qanaqadir anglab yetgan narsalari bo'lsa va mana shuni agar YouTube kanallari YouTube kanaliga yoki yuklaganda yoki aytib berganlarida ancha foydali bo'lgan bo'lardi. Endi men hozir nimaga buni farzandli bo'lgandan keyin men qo'yib o'qib yurib, farzandim o'ziga yetib qo'ysam bo'lmaydimi? Yoki menga yetmaganmi opaqim? Yoki dadam menga yetmaganmi? Yetgan. Ya'ni gaplashganmiz. Ko'p narsalarni aytib, "Yo'q, men bunaqa qilgan, unaqa qilmagan" deb aytishganlari bor, lekin hammasi ham aytilmaydi-ku.
Ya'ni men o'zim ham hozir singlim bor yoki jiyanlarim bor, ularni ham xohlayman nimadir narsalarni bilishlarini, lekin men full time ishdaman-da. Mana shuni gapirib, mana shu ketgan vaqtimda ularga telefon qilib gaplashib aytsam bo'lardi. Lekin men jiyanimga ham aytib, singlimga ham aytib, undan keyin ertadan keyin farzandimga aytadigan narsalarim bitta bo'ladigan bo'lsa, why not make a YouTube video, right? YouTube video qilib qo'ysam-chi undan ko'ra. Va boyaga aytganim, fikrlarimni yaxshiroq artikulatsiya qila olsam, tushuntirib bera olsam, aytib bera olsam, yaxshi qilib storytelling qilib, yaxshi aytib bersam, ularni ham esida yaxshiroq qoladi, yaxshiroq tushunadi. Va mana shu hozir qilayotganim ertadan keyin farzandli bo'lgan nevaralarimga mana shu narsalarni, hayot haqiqatlarini anglab yetgan narsalarimni, to'g'ri-noto'g'rini deydi-ku, oq-qorani gapirib berishimni meni yaxshiroq qiladigan bo'lsa, nimaga ertaroq boshlamasligim kerak. O'zi boshlamaganimda afsusdaman. Ya'ni boshlagan edim. Ya'ni bu YouTube kanali ko'rsanglar, bir orada boshlangan, qolib ketgan, yana bir boshlangan, qolib ketgan, mana shunaqa narsa. Inconsistent bo'lganman-da, ya'ni bardavom bo'lmaganman. Mana shu narsa menimcha eng yomoni. Bu yog'iga inshaalloh consistent, davomiy ketishga harakat qilamiz. Va bu eng qizig'i davomiylik o'zi natijaga, nimadir natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, o'zi davomiyliksiz erishib bo'lmaydi. Shuning uchun Xudo xolisa bu yog'iga davomiy qilishga harakat qilamiz. Buguncha menimcha aytmoqchi bo'lganim shu edi. Agar sizda ham nimadir boshlashga ikkilanib o'ylab turgan narsangiz bo'lsa, menimcha bugungi videolardan keyin, mana shu gaplardan keyin boshlab olsangiz kerak. Boshlasangiz xursand bo'lardim. Va katta ehtimol bilan o'zingizni farzandlaringiz, nevaralaringiz kelajakda sizga rahmat aytishadi. Shu boshlaganingiz uchun. Shu boyagi oddiy boshqalar nimadir ekan, endi nima bo'lar ekan degan qo'rquvingiz sabab qolib ketmagani uchun. Ya'ni shu videoni bitta savol bilan tugataylik. Boshqa odamlar sizni failure, muvaffaqiyatsiz bu deb o'ylashlari mumkin degan o'yingiz, mana shu fikringiz, belief deydi, mana shu ishonchingiz, mana shu narsa shunaqa deb to'sib turayotgan bu ideya sizni butun hayotingizni, o'zingizni potensialingizni yashamaslik va shu boshqa odamlarni deb qilmagan har bitta ishingizni, hamma narsani afsuslanish deymiz-ku. Shulardan afsuslanishga sabab bo'lishiga rozimisiz? Ha? Shu odamlarni siz haqingizda nimadirlar deyishi deb o'ylayotgan fikringiz sizni butun umringizni, butun hayotingizni o'zingizni potensialingizda yashamasdan va qilmayotgan, boshlamayotgan ishlaringiz hammasini umringiz oxiriga kelib afsuslanishga olib borishga rozimisiz mana shu bittagina qo'rquvni miyangizdagi? Men rozi emasman.